Ijtimoiy tarmoqlarda dahshatli video tarqaldi. Videoni ko'rib yig'laging keladi kishi. Nahotki bu dunyoda yetimni boshi boyning qizini oyog'iga tengmi? Videoda ko'rishingiz mumkinki, opa va uka boy insonning qizini poyiga tiz cho'kmoqda. Bu holat bir necha oy oldin Paxtachi tumani 21-umumta'lim maktabi mas'ullari ishtirokida sodir bo'lgan. Bolalar uyi tarbiyalanuvchilari opa, uka boy qizni oyog'iga bosh urgan holda uzr so'ragan tasvirda maktab mas'ullari ko'rishingiz mumkin. Avvaliga uka bosh urgan, undan so'ng esa opa ham majburiy ravishda oyoqqa tiz cho'ktirilgan. Kechir Yasmin. Nima deysan, Yash? Yasmin, sen qizim joy. Kechir seni. Tez cho'k, kechir. Kechir seni. Bu ukang uchun. Tur. Tez cho'k, kechir. Managa o't. Извинила, Ясмин? Yasmin jo'q qizim. Мы все равно его со школы уберем. Yasmin, men uchun uydan qilyapti. Bo'ldi. Qirqqa chiqmagan edi, chov borgan edik maktabga bir marta. Bir marta ko'rdimda, 40 chiqmagan bolani ko'rsam mehring tushadi deydi.